Dunyoga kelgan har bir inson o'z toli bilan tug'ilib, bu uning taqdirida aks etadi. Ammo o'z taqdiri xalq taqdirida iz qoldirgan insonlar sanoqlidir. E'tiboringizga havola qilinayotgan Ibratli umr deb nomlangan filmimiz o'z HDP Buvayda tumani tashkiloti raisi, biologiya fanlari nomzodi, mehnat faxriysi, ustoz va murabbiy Habibaxon Toshmatovaning mehnat faoliyatidan qisqacha hikoya qiladi. Toshmatova Habibaxon Ro'zboyevna 1947-yil 25-may kuni Uchko'prik tumani Toshkent Guzar qishlog'ida tavallud topgan. Ota-onam shu dadam juda ko'p yillar kolxoz raisi bo'lganlar. O'sha ingliz kolxozi deylardi. Shu ingliz kolxozi shu dadamni ishlagan paytlaridan boshlab ilg'or kolxoz bo'lgan. Keyinchalik mohir tashkilotchi, rahbar bo'lib yetishgan yosh Habibaxon dastlabki ko'nikmalarni oilada o'z otasi Ro'ziboy ota Toshmatovdan olgan va o'zlashtirgan edi. Shu kolxozda paxta tayyorlash plani hamma sohalar bo'yicha ham eng ilg'or kolxoz bo'lgan. Mana shu vaqtgacha ham keyingi yillarda shogirdlari Mirzahmat aka dehqoni bo'ldi. U kishi mehnat qahramoni bo'ldilar. Albatta, inson kamolotga yetib, qanday inson bo'lib yetishida ota-onaning o'rni muhim bo'ladi. Biz 6 ta farzand, 6 ta qizlari bo'lgan dadamni, 7-chisi o'g'il bo'lgan. Shu 6 ta qizni hammasini o'g'ilda ham oliy ma'lumotli qilishgan. Yosh va g'ayratli Habibaxon jamiyatga, insonlarga ko'proq foydasi tegish uchun o'sha davrlarda noyob hisoblangan qishloq xo'jaligi, xususan veterinariya vrachi mutaxassisligini egallash uchun Samarqand qishloq xo'jaligi institutiga ikkilamasdan hujjat topshiradi va muvaffaqiyatli kirib, uni a'lo baholar bilan tugallaydi hamda imtiyozli diplomni qo'lga kiritadi. Shu bitirayotgan yilimiz davlat ekzameni bo'ladi. Hamma institutlarda ham shu davlat ekzamenini topshirayotganimda bizga Moskvadan shu ekzamenga rais bo'lib akademik Polyakov degan akademik kelishdi. Bu kishi meni javobimdan qoniqib, ularda bitta yana vazifasi bor ekan, aspiranturaga yoshlardan shu tanlash masalasi. Moskvadagi veterinariya sanitariya aspiranturasini muvaffaqiyatli o'qib bitirib, biologiya fanlar nomzodi ilmiy darajasini qo'lga kiritadi va o'z yurtiga qaytib, dastlabki mehnat faoliyatini Buvayda tumanidan boshlaydi. Rayonga ishga kelganimizda hurmatli Maqsali Haydarovich raykom sekretari bo'ldilar o'shanda. Juda bir yaxshi qabul, iloqlik bilan qabul qilishdi, chunki u kishi ilmlik odamlarga hurmat qilishardi, yoshlarga e'tibor berishardi. Meni shu hayvonot shifoxonasiga bosh vrachlik vazifasiga olishdi. U juda ko'p rahbarlik lavozimlarida ishlaydi. Jumladan tumandagi yirik xo'jaliklardan hisoblangan Oqqo'rg'on jamoa xo'jaligi boshqaruvining raisi bo'ladi. Kolxoz juda bir ilg'or kolxozga aylandi, boy kolxozga aylandi. Juda ko'p qurilishlar qildik. Keyin mana shu Bandikshod bo'va deyshadi, bir yaxshi joy. Ana shu yerda katta masjid qurdik. Masjidning ochilishi esa bir voqea tufayli tarixda muhrlanib qoldi. U ham bo'lsa marosimga shaxsan shayx hazratlarining kelib ishtirok etishlari edi. Xo'jalik rahbari sifatida so'zsiz men ham shu tadbir ishtirokchisi edim. Men shayx hazratlari bilan uchrashishni cheksiz hayajon bilan kutganman. Hali u kishini ko'rmasdan salobatlari bosardi. O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy boshqarmasi boshlig'i, SSSR Oliy Sovetining deputati, muftiy. Shunday inson bilan uchrashishning o'zi bo'ladimi? Muftiy hazratlari menga alohida rahmat aytishdi va o'z qo'llari bilan muqaddas Qur'oni Karim kitobi hamda hoshiyasiga oyat bitilgan chiroyli ro'molni sovg'a sifatida topshirdilar. Mening hayotimda o'chmas iz qoldirgan ushbu uchrashuv va hazratning sovg'alarini doimo yuksak faxr iftixor bilan eslayman. Men hayotda erishgan hamma yutuqlarim, el yurt o'rtasidagi obro'yim, hanuzgacha e'tiborli sohalarda ishlab kelayotganim hammasini mana shu duolar ijobati deb bilaman. Mana shunday g'ayratli insonlar tufayli tumanimiz kundan kun
ko'z o'ngimizda rivojlanib bormoqda. Kuni kecha tumanimizga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashrif buyurishi yana bir tarixiy voqeaga aylandi. Yaqinda prezidentimiz tashrif buyurishdi. Bu kishi kelgandan keyin xalqimizning kayfiyati juda ko'tarilib ketdi. Bunaqangi kayfiyatni ko'tarib, ishlarga yo'naltirib, shu rahbarlarimizni ko'nglini ko'tarib, yana ham bir hali ilg'orlikka intiladigan qilib ketishdi. Biz juda xursand bo'ldik bu safar. Yangi O'zbekiston, ya'ni 3-Renessans davrining Xayrullo Bozorov, Bekzodjon Ibragimovlar kabi g'ayratli hokimlari bilan ishlayotganligi, o'z bilimi, tajribasi va maslahatlari bilan yurtiga bakor kelayotganligidan qahramonimiz faxrlanadi. Mana shunday yosh hokimlari bor prezidentimiz, men o'ylaymanki, juda ham bir haligi respublikamiz ko'z tegmasin, shu dunyo miqyosida yana ham tanlovli respublikaga aylanadi. Uning ijtimoiy siyosiy hayotdagi faolligi, samarali mehnatlari davlatimiz va yuqori tashkilotlar tomonidan munosib taqdirlangan. U 2-darajali mehnat faxriysi, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 10 yilligi, 15 yilligi va 25 yilligi ko'krak nishonlari va boshqa mukofotlar bilan taqdirlangan. Men bitta shiorim bo'lgan hayotimda, bu ham birinchi bo'lish. Shu birinchi bo'lishga harakat qilish, shu bilan hayot kechirish. Oilaviy hayoti havas qilgulik. Mardonov Toshmatovalar oilasi tumanda eng hurmatli oilalar qatorida tilga olinadi. Mana shunday quvonchli kunlarda opaga uzoq umr, salomatlik, ish va shaxsiy hayotlarda yanada ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Tavallud ayyomingiz hamda qutlug' yoshingiz muborak bo'lsin.